Nazakat, qayoqdasan? Uyda o'zingmisan? Hozir yoningda bo'lsam, nima qilarding? Enangni eri qiladi. Yotishingni qara. Pasport zaynat qilmay o'l. Senga o'xshaganlar deb 37 millionmiz. Bo'lmasa o'zimiz 20 million kayf qilib yashayotgan bo'lardik. Dada, o'g'liz yana nevarangizga baqiryaptilar. Bolaga baqirma, shashvar. Baqirganmi? Yotishini qarang. Bobo, men ham futbolist bo'laman, Cobalt olaman. Cobaltni 17 yoshlarga berdi, sen 37 ga kirding, qachon? Ular boru. Sen futbol o'ynamaysan. Futbol o'ynaganda seni tepishadi. Dada bitta savol bor-da. Shu 17 yoshlarimiz guruh bosqichida Saudiya Arabistonni 3-0 ga yutdi-da. Undan keyin finalda ikkitasi qizil olib, 9 kishi bo'lib 2-0 ga yutdi. Shunda ana ikkita qizil olgan bolani o'zi Saudiya Arabistoni bilan o'ynasa 1-0 ga yutadimi? Men seni qayerga borishni o'zim bilaman. Yur bo'talog'im. Shuna qiling, bobo. Dokument sizlargami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Nevaramni sizlarda o'qitmoqchi edim. Boshlang'ich ta'lim. Bog'chapa bo'lmayman. Boshlang'ich o'qigan. Iqtisod. Ekonomikasi yaxshi buni. To'g'ri. Unda biologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili yo'nalishlari ham mavjud. Ana shunda o'qiysan, Ana kuni Trump telefon qilganda gaplashamaganman. Topshir hujjatlarni. Mana hujjatlar qabul qiling. Bu hujjatlar kim uchun? Ikkinchi nevarangiz qara. Nevaramiz emas, o'zim uchun. Sizning yoshingiz katta-ku, ko'zingiz o'tadimi o'qishga? Siz bir o'qitib ko'ring, o'tadimi yo'qmi? Keyin bilasiz.